Uyimiz chetida eng ko'p uchraydigan himoya qurilmasi bu albatta avtomat. Lekin ko'pchilik avtomatlarni 16 amper bo'lsa bo'ldi deb tanlaydi. Natijada esa rozetka qiziydi, kabellar kuyadi, shit ichida tutun chiqadi va avtomat sifatsiz ekan degan xulosaga kelinadi. Aslida muammo ko'pincha avtomatda emas. Muammo avtomat pasportini o'qimasdan, yuklamani hisoblamasdan, kabelga moslamasdan, taxmin bilan tanlashda. Bugun men etik avtomati misolida korpusdagi yozuvlar nimani anglatadi? 4,5 kA, 6, 10 kA, qachon kerak, BCD sinfi nima, qayerda 1 polius, qayerda 2 polius va qayerda 3 polius tanlanadi va uy montajida avtomatni qanday tanlash kerak degan savollarga javoblarni real misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Assalomu alaykum do'stlar, men Zoir Kenjayev, kuzatayotganingiz Quvvat YouTube kanali. Biz etik brendiga tegishli mahsulotlar haqida tahliliy videolarni boshlayapmiz. Bugun mini avtomatlar MSB haqida, keyingi videolarda esa MSSB va ISB haqida bo'ladi. Bu sizga qiziq bo'lsa izohlarda MSB yoki ISB deb yozib qoldiring. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Videoga yoqsa like bosish, kanalga a'zo bo'lish va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. MSB nima? MSB Miniature Circuit Breaker, ya'ni kichik avtomat. Vazifasi bitta: kabel va liniyani himoya qilish. Ko'pchilik avtomat meni himoya qiladi deb o'ylaydi. Yo'q, avtomat asosan kabelni himoya qiladi va ikki holatda ishlaydi. Birinchisi, ortiqcha yuklama, kabel qizib ketmasligi uchun termik himoya ishga tushadi. Ikkinchisi, qisqa tutashuv. Faza 0 tegib ketganda, qisqa tutashuv bo'lganda magnit himoya ishga tushadi. Shu sababli MSB ichida ikkita mexanizm bor: termik va magnit. Shuning uchun buyi mantig'i juda oddiy. Avtomat nominali kabelning imkoniyatiga mos bo'lishi kerak. Aks holda avtomat turib, kabel yonadi. MSB qanday ishlaydi? MSB ichida ikkita himoya bor. Termik bimetal sekin ishlaydi, yuklama ortsa uzadi. Magnit solenoid juda tez ishlaydi, qisqa tutashuvda bir zumda uzadi. Shu sababli avtomat hamma narsada bir xil emas. Yuk turi, kabel, tarmoq kuchiga qarab tanlanadi. Endi esa etik MSB pasportini tahlil qilsak. Birinchi seriya va modeli. Deylik EKM1, EKM2, EKM3. MSBlarda asosan xuddi shunday bo'ladi va modelida 63 yozuvi ham bo'lishi mumkin, 125 yozuvi ham bo'lishi mumkin. Bu masalan deylik 63 diapazoni, bu nominal toklari 1 amperdan 63 ampergacha bor bo'lgan diapazon va bu yerdagi S yoki bo'lmasa H, X belgilari bu uning segmentini belgilab beradi. Deylik S segmentda 4,5 kA, H segmentda 10 kA, yoki X segmentda bu 4,5 kA. Ya'ni avtomatni qo'lga olishingiz bilan modeliga qarab bu 4,5, 6, 10 kA ekanligini tushunishingiz mumkin. Avtomatdagi yoki uning pasportidagi standartlar asosan EG 60898-1. Pasporti bo'yicha asosiy standartda bu uy va umumiy taqsimot liniyalari uchun ekanligini bildiradi. Lekin ayrim masalan EKM3 63 6 kA pasportida 60947-2 ham yozilgan. Bu sanoat standarti, ya'ni ishlab chiqaruvchi ham uy uchun ham industrial talqin uchun parametrlarga ega avtomatligini bildiradi. Pasportida IN 1 amperdan 63 ampergacha. Demak, etik MSB oilasida uy uchun kerak bo'ladigan klassik nominallar 10, 16, 20, 25, 32 va hokazo bor. Yana bir muhim narsa, bu nominallar, deylik 20 amper. Bu xona harorati uchun, ya'ni 20-30 gradus harorat uchun. Agar harorat oshadigan bo'lsa, ekraningizdagi jadvalga asosan avtomatning nominal toki ko'tarish qobiliyati kamayadi. Past haroratda esa oshadi. Bu jihatlarni albatta e'tiborga olish lozim. Lekin yana bir gap bor. Nominal tok tanlashning faqat yarmi xolos. Keyingi etaplarga ham o'tishimiz kerak. Deylik avtomat nominalida 240, 415 yoki bo'lmasa 230, 400 volt yozilgan bo'ladi va 50 Hz, ya'ni 60 Hz ham bor. Bu o'sha tarmoqda qanday kuchlanish bir faza uchun yoki 3 faza uchun avtomatni foydalanish mumkinligini bildiradi. Yana bitta eng muhim joylardan birisi bu avtomatning uzish qobiliyati. 4,5 K,
6K yoki 10K. Bu nimani anglatadi? Qisqa tutashuv bo'lganda tarmoqdagi tok 10, 20, 30 kA-gacha sakrashi mumkin. Avtomat shu tokni xavfsiz uzib bera olishi kerak. Bu ichkarisida bo'lsa, transformator uzoq bo'lsa, liniya uzun bo'lsa, ko'pincha 4,5 kA ham yetadi. Lekin yangi uylar, kuch transformatori yonidagi binolar, kabel kesimi katta bo'lgan joylarda 4,5 kA-lik avtomat bo'lishi bu xato hisoblanadi. Shunda 6 kA-lik yoki bo'lmasa 10 kA-lik avtomat tanlanadi. Yana bitta narsa, pasportida yoki bo'lmasa ekranda yozilgan kuchlanish. Masalan, u EMP 4000 volt yoki bo'lmasa ayrimlarda 6000 volt yozilgan. Bu chaqmoq yoki switchning impulsga chidamliligi haqidagi darajani bildiradi. Lekin shuni ham bilib qo'yish kerakki, bu kuchlanish aynan o'zini avtomatdan himoya qilish uchun, ya'ni SPD qo'ymaslik kerak degani emas. Ya'ni o'zib chaqmoqdan himoya albatta zarur. Keyingi muhim narsa termik va magnit ajratish qobiliyati. Termik xarakteristikasida 1.13 dan 1.45 IN yozilgan bo'ladi. Bu yerda 1.13 IN atrofida avtomat har kichik o'zgarishda o'chib ketmaydi, ishchi rejimda qoladi degani. Ya'ni nominal avtomat tokidan 1.13 gacha oshadigan bo'lsa, agar 1.45 koeffitsiyentgacha bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yuklama 1.45 gacha oshadigan bo'lsa, avtomat albatta uzadi. Ayrim avtomatlarda 69-47 talqinida magnit ajratish zonasi 8-12 barobar ko'rsatilgan. Ya'ni bu sanoat darajasidagi ko'rsatkich hisoblanadi. Keyingisi bu magnit ajratish xarakteristikasi. Biz uni sinfi deb aytamiz. BCD. B tezroq ishlaydi, odatda yoritish va yengil liniyalarga mos keladi. Qisqa tutashuvda 3-5 marta nominal tokda ishga tushadi. S uy uchun eng ommabop, ko'p holatda universal rozetka, aralash yuklama, kichik motorlar bo'lishi mumkin. Qisqa tutashuvda 5-10 marta nominal tokda o'chadi. T start tok katta bo'lgan motorlar uchun, masalan, kompressor, nasos, stanoklar uchun yechim. Qisqa tutashuvdan 10-20 marta nominal tokda ishga tushadi. Muhim ogohlantirish: agar siz motorlar liniyaga B yoki C kategoriyani tanlaydigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri. Motor ishga tushganida avtomat sababsiz o'chib qolaveradi. Agar aksincha yoritishga juda sekin avtomat qo'ysangiz, himoya sezgirligi pasayishi mumkin. Yana bitta muhim jihat: tokni cheklash sinfi. Bu o'chirgich qisqa tutashuv vaqtida o'chish tezligini anglatadi va odatda yuzasida kichik raqam bilan ko'rsatiladi. Masalan, 1 qisqa tutashuv tokini 10 millisekundda o'chiradi. 2 bu 6 dan 10 millisekundgacha. 3 bu 3 dan 6 millisekundgacha, ya'ni eng tez o'chirishni bildiradi. Shuningdek, avtomatlar 1 polyusli, 2 polyusli, 3 polyusli va 4 polyusli bo'lishi mumkin. 1 polyus bitta fazani uzadi, ko'p joyda ishlatiladi, lekin 0 simi alohida qoladi. 2 polyusli faza va 0 ni birga uzadi. Ayniqsa maishiy tarmoqlarda servis va xavfsizlik nuqtai nazaridan ko'p elektriklar 2 polyusini tanlaydi. 3 polyusli 3 faza liniyalarda motorlar, 3 fazali rozetkalar, kichik sex tarmoqlarida zo'r ketadi. Amaliy tavsiya: agar siz servis, ta'mir vaqtida liniyani to'liq ajratib ishlamoqchi bo'lsangiz, asosan bir fazalarda 2 polyuslik ko'proq xavfsiz hisoblanadi. Ayniqsa kimdir nolni adashtirgan bo'lishi mumkin. Bu holatda sizni albatta xavfsiz saqlab turishi mumkin. Avtomat pasportdagi yana bitta muhim narsa bu uning xizmat muddati. Ko'pchilik modellarimizda elektrik 4000, mexanik sikl 10000 yoziladi. Bu uning normal holatda bizga ishlab berishini bildiradi. Endi ayrim segmentlarda bu 8000 ga 12000 yozilishi mumkin. Bu uni ko'proq ishlash kafolatini bildiradi, lekin biz uchun 4000 ga 8000 yetarli. Xullas, MSP oddiy o'chirib yoqadigan qurilma emas. Uni to'g'ri tanlash uchun pasportda kamida 5 ta narsani ko'rish shart. Yoki bo'lmasa avtomatning tashqi ko'rinishi ham o'zgargan bo'ladi. Birinchisi bu seriya modeli. Ikkinchisi nominal toki. Uchinchisi uning sinfi BCD. Keyingisi ajratish toki 4,5, 6-10 kA. Va oxirgisi uning qaysi standartlarga javob berishi. Endi esa qaysi sharoitda 4,5 yetadi, qachon 6, qachon 10 shart. Ya'ni uy obyektlarini mantiqli va real o'rnatish hisobiga va hisob-kitoblardagi xatoliklar haqida gaplashamiz. Endi eng kerakli joy uy uchun avtomat tanlash. Birinchi qadam kabel kesimini aniqlang.
avtomatni rozetkaga qarab emas, kabelga qarab tanlaganingiz ma'qulroq. Sababi kabel yuklamaga qarab tanlanadi. Uyda klassik misollar. Yoritish liniyasi ko'p hollarda 1,5 kesimli kabel bo'ladi va ko'pincha B10 amperlik yoki bo'lmasa B16 amperlik ma'qul. Rozetka liniyasida ko'p holatlarda 2,5 kesimli kabel ishlatiladi va unga S16 amper yoki S20 amperlik avtomat ma'qul. Elektr plita, boiler, konditsioner alohida liniya bo'lsa, 4 kesimdagi kabel va asosan S20 dan S32 gacha qo'yish mumkin. Mantiq: kabelning ruxsat etilgan toki avtomat nominalidan katta bo'lishi kerak. Kabelning yotqizilish usuli, harorat, guruh bo'lib yotishi ham hisobga olinadi albatta. Ikkinchi qadam: yuklamani hisoblang. Bir qator oddiy formulalardan foydalanamiz. Masalan, deylik, bir fazada teng P bo'lingan U. Masalan, 3 kW yuklama bo'lsa, bizada 13 amper. 3 fazada bo'lsa, agar 9 kW yuklamamiz bor deylik, u ham 13 amper bo'ladi. Bu taxminiy, lekin uy uchun yetarli. Agar katta obyektlar bo'lsa, hisob-kitobda albatta kosinus qiymati ham olinadi. Ekraningizda biz tomonidan tayyorlangan jadval. Bu yerda bir faza va 3 fazali yuklamalar uchun mos kabel kesimi va unga mos avtomat nominallari keltirilgan. 3-qadam: avtomat sinfini to'g'ri tanlash. B, C, D. 4-qadam: uzish qobiliyati. 4,5-6-10 kA. Etek MSP 4,5 kA, 1 2 3, 4 variantlari bor. Toklar odatda 2 amperdan 60 ampergacha bo'ladi. MSP 4,5 kA avtomatni ko'pincha qayerlarda foydalanish tavsiya etiladi? Birinchidan, xonadonlarda yoritish liniyalari, rozetka liniyalari, konditsioner, maishiy texnika tarmoqlari uchun mos ketadi. Yana kichik ofis va do'konlar yuklamasi katta bo'lmagan, transformator juda yaqin bo'lmagan joylarda. Undan keyingisi shit ichida oxirgi liniyalar, ya'ni asosiy kirishdagi avtomatdan keyin guruhlarga alohida ajratilgan holatlarda yoritishga, rozetkalarga, konditsionerlarga albatta 4,5 kA ko'pincha yetarli hisoblanadi. Buning uchun odatda 4,5 kA olinadi, lekin albatta nagruzkaga qarashimiz kerak bo'ladi. Deylik, etek MSP 125 6 kA avtomatimiz, bu avtomatni ko'pchilik kuchli MSP deb ataydi. Chunki u oddiy 4,5 kA MSP ga nisbatan ikki tomonlama farq qiladi. Birinchisi, tok diapazoni kattaroq. Bu yerda nominal toklari masalan 63, 80, 100, 125 amper kabi. Ya'ni bu ko'pincha guruh liniya emas, balki kirish yoki katta yuklama liniyasi bo'lib ishlaydi. Ikkinchisi, bu uzish qobiliyati yuqoriroq, 6 kA. Demak, qisqa tutashuv toki biroz balandroq bo'lgan sharoitlarda ham avtomat o'z vazifasini ishonchliroq bajaradi. Qayerlarda foydalanish tavsiya etiladi? Birinchidan, kichik sex va ustaxona kirishida. Masalan, umumiy yuklama 15-40 kW atrofida bo'lsa, kabel kesimi kattaroq bo'lsa, kirish avtomat sifatida ko'p qo'yiladi. Katta qiymatli bitta liniya uchun, masalan, katta nasos, qozon, isitish tizimi, kompressor yoki 3 fazali tarmoqlarda alohida yuklamada zo'r ketadi. TV tizimlarda AC tomonidan ma'lum holatlarda, masalan, 20-30 kW invertorlar chiqishida yoki taqsimot cheti kirishida, agar hisob-kitob va selektivlik to'g'ri bo'lsa, foydalanish mumkin. Bu yerda muhim nuqta: MSP 125 ko'pincha o'rtacha kuchli obyektlar uchun qulay. 4,5 kA MSP bilan MSSB orasidagi o'rtacha segment hisoblanadi. 5-qadam selektivlik, ya'ni to'g'ri taqsimlash qavatma-qavat. Bitta shitda kirishda katta avtomat deylik, bu bo'lishi mumkin, bu bo'lishi mumkin, MSSB bo'lishi mumkin. Ichkarida kichik avtomatlar bo'ladi. 3 faza bo'lishi mumkin, ikkitalik, bittaligi. Bu yuklamadan kelib chiqib tanlashimiz kerak. Avtomatlarni tanlash va o'rnatishdagi eng ko'p uchraydigan xatolar. Birinchi xato: avtomatni kattaroq qo'ysam o'chmaydi yoki kabel kesimi avtomatdan kichik. Eng xavfli xatolardan biri. Avariya bo'lganda avtomatga chiqish mumkin, kabel esa qizib, izolyatsiya eriydi, kabel yonishi ham mumkin. Masalan, 2,5 kesimli kabelga 32 amper yoki 40 amper qo'yish bu ko'pincha yomon oqibatlarga olib keladi. Ustalar shaytonlik qilmaymiz. Tavsiya: avtomat kabelni himoya qiladi degan prinsip yodda tursin. Agar masofa uzun bo'lsa, kuchlanish tushishi va qizish ham o'zgaradi. Kabelni ham, himoyani ham qayta ko'rib chiqish zarur. Shuningdek, haroratni ham e'tiborga oling.
Ikkinchi xato, magnit sinfini adashtirish. Nasos, kompressor, stanok bularning start toki katta bo'ladi. Agar sinfi noto'g'ri bo'lsa, avtomat ishga tushishda urib yuboradi. Ko'pchilik keyin avtomatni kattalashtirib yuboradi. Ya'ni 16lik o'rniga 25lik, 25lik o'rniga 40lik yoki 60lik avtomat qo'yiladi. Bu esa kabel va qurilma himoyasini zaiflashtiradi. Tavsiya: motorli liniyada sinf masalasini albatta o'ylab ko'ring. Kerak bo'lsa, start toki yoki bo'lmasa boshqa detallarga e'tibor berib, klassini to'g'ri tanlash kerak. Uchinchi xato, transformatorga yaqin joyda 4,5 kA MSB qo'yish. Bu juda ko'p uchraydi. Obyekt transformator yonida turadi, kirish shiti yaqin, kabel qisqa, lekin baribir uydagi odatda ko'pincha 4,5 kA qo'yiladi. Bu xato. Tavsiya: transformatorga yaqin, quvvati katta bo'lgan joylarda kamida 6 kA segmentni qo'ying. Ko'p holatda esa MSSB versiyalarga o'ting. Bu bo'yicha alohida video qilamiz nasib. 4-xato, bir polyus bilan seris qilishda xavf. Fazani o'chirdim deb nolni adashtirish orqali kabelga nagruska tushishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun asosan bir fazali liniyalarda bir polyus emas, 2 polyus xavfsizroq hisoblanadi. 5-xato, kontaktni noto'g'ri siqish, qizish va kuyishga olib keladi. Avariya bo'lmasa ham, shunchaki klemma bo'sh bo'lsa, tok o'tganda kontakt qiziydi. Bu esa vaqt o'tishi bilan shina kuyishi, avtomatning o'zi ishdan chiqishi, hatto yong'in xavfiga olib kelishi mumkin. Hozirgi paytda juda ko'p holat shunday uchrayapti. Tavsiya: kabel uchini to'g'ri tayyorlang, klemmani me'yorida siqing, imkon bo'lsa momentli atyorkadan foydalaning. Qizish bo'layotganini vaqti bilan teplovizorda tekshirib turish foydali hisoblanadi. 6-xato, hamma liniya bitta avtomatda, selektivlik yo'q. Kichik avariya butun obyektni o'chiradi. Pastdagi rozetka liniyasida kichik qisqa tutashuv bo'ldi deylik. Kirishda uzoqda bitta avtomat turgan bo'lsa, butun tizim o'chadi. Sex ishdan to'xtaydi, inverter ishlamaydi. Shuning uchun ham biz bu yerda liniyalarni tarmoqlashimiz kerak. Har bitta yuklamalarga, liniyalarga alohida avtomatlar qo'yishimiz va asosiy avtomat qo'yishimiz kerak. Shunda biz to'g'ri yechim qilgan bo'lamiz. Xulosa o'rnida avtomat tanlashda avtomatning pasporti bilan tanishib chiqing. Yuklama quvvatini hisobga oling. Obyekt joylashuviga qarang va to'g'ri o'rnating. Shunda muammo bo'lish ehtimoli kamayadi. Keyingi videoda MSB yoki MSSB qachon tanlanishi kerak yoki bo'lmasa ISB nimaligi haqida to'liq batafsil video qilamiz. Yana qanday mavzular sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, izohlarda albatta yozib keting. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va videoni elektr do'stlaringizga ham jo'natib qo'ying. Sog', salomat bo'ling. Vaqt bebaho. Vaqtingizni foydali ishlarga sarflang.